Bu syomkaga men 28 million so'm sarfladim. Rezultatini oxirida ko'rsanglar bo'ladi. Yuringlar, sizlarni bir kunlik shu cho'mishni senga olib boraman derdim, lekin studiyaga ortuvchi pul yo'lligi uchun uyimdagi shu xonadan fon tanlab olib, studiyaviy fon yaratishga qaror qildim. Buning uchun menga svet, yana bitta svet, yashil svet, orqamga bijir svet, mikrofon, doska o'rniga planshet va mak, bitta bezbet mushuk va boz kerak bo'ldi. Bu syomka Parusga gaplashamiz onlayn kursimdagi darsliklarni olish uchun edi. Shu oshxonadan stol bilan stol parta o'rnida bo'yi pastlik qilgani uchun stol tagiga shukrona daftarlarimni shunaqa terib chiqdim. Stol ustiga esa Orizordan fon zo'r bo'lish uchun allambalo svetilliklar sotib olib kelgandim. Menimcha ular bilan yana ham yaxshiroq chiqdi. Bu tayyor bo'lgan birinchi fon bo'lsa, ikkinchisi mana bunaqa ko'rinishda bo'ldi. Televizordan kamin o'rnida foydalanganimizda ham alohida нужнатli. Shuncha ovora bo'lganingizdan ko'ra tayyor studiyaga borsangiz bo'lmasmidi deb o'ylashinglar mumkin. Lekin men yangi joyda va yangi odamlar bilan doim o'zimni boshda yomon his qilaman. Darsliklarni esa maksimal o'zimni yaxshi his qilib, zo'r energiyada o'tishim kerak edi. Obedki soat 3 dan ertalab soat 5 gacha 14 soat syomka o'rtada bos uxlab ham qoldilar. Buncha paytga studiya narxi 1-2 million so'm bo'lib ketardi. Undan ancha tejadi. Chunki menga uyda studiya taxlash вообще 1 millionga ham tushmadi. Umumiy 3 ta syomkada 50 tacha video darsliklarni yozib bo'ldim va bu menga 28 million atrofida tushdi. Bu kurs uchun juda ham qimmat, lekin zo'r investitsiya bo'ldi deb o'ylayman. Nega doska yo'q? Mavzuni doskada tushuntirmaysizmi deb o'ylagan bo'lsanglar, mana doskam. Bu onlayndagi eng zamonaviy va interaktiv doska. Men bu yerdan yozaveraman, o'quvchilarda ko'rinaveradi, qarang. Kadrlar esa taxminan mana shunaqa ko'rinishda chiqdi. Sizlarga yoqdimi, yo'qmi, arziydimi, yo'qmi yozib qoldiringlar. Bu darsliklar pulli kursim uchun yozilgan, lekin sizga bir nechtasini bepul sovg'a qilaman. Hozirroq izohlarda rus tilida deb yozib qoldiring. Sizga avtomatik direktdan shunaqa xabar keladi. Menga obuna bo'lganingizdan keyin darsliklar uchun link keladi. Если что, ismim Zaynab, mushugim ismi Botsman. Rus tilini o'rganish uchun menga obuna bo'lib qo'ying.